choyxonada. Bolalarim. To'xta, qayerga ketyapsanlar? Ada, bugun akam bilan choyxona o'zi bor. Yana qayoqqa chiqib ketyapsiz? O ada, uyga kirsangiz bo'lmaydimi? Kunning sovuqligini qarang. Men ukam bilan choyxonamiz bor. Biz kechroq kelamiz. Bo'pti, uyga kiring. Bolam, to'xta bolam. Masjidga tashlab qo'ymoqchi edim a. Hozirgi kelinlar uylarni ham supurmagan bo'lib ketdi. Oldingilar aytishardi. Bir kun uy supurmay uyga farishta kirmaydi deb. Ada. Kelinlar qiladi. Nima qilyapsiz? Boring uyga kiring. Odamni sharmanda qildingiz. Ada, sizga gapiryapman. Qo'ying supurgini. Bolam, uyda kelinlar bo'lsa supuradi. Bilganingizni qiling. Nargiz. Bolam, Onasi. bolam. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bolam, shom vaqti bo'ldi. Hali kelinlar ovqat qilmabdi. Qachon pishadi ovqatligi? Bolam. Ada, Xaladiniyda kechagi ovqatlardan turibdi-yu. Shuni isitib yeyapsiz, nima qiladi? Men keliningiz bilan nevaralaringizga bugun va'da berib qo'yganman, aylantirishga olib chiqmasam bo'lmaydi dedi. O'zingiz amallab yeb olasiz. Nargiz, bo'loqo ketdi. Bolam.